Akalar, buni oldingi videoda biz ko'rdik. Matizga taxminan 10 minglik suv qo'ydim. Ichini to'ldirib yetdi. Akalar, endi Malibuga qanchalik ketadi ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Akalar, Malibu mashinamizni ham eshigidan qilyapmiz, derazasidan emas, konditsionerdan emas. Nimaga desanglar, aytgandek, ichiga qilib turib, keyin konditsionerda ichiga aylantirib qo'yganimizda ham salonga o'ttiradi, ham filtrga o'tkazish mumkin. Shunda biz ikkita qo'yganni bittada uramiz. Sayyohlanadi akalarimiz. Suv qo'yganimiz keldi. Mashinani birinchi orqadan to'ldiramiz. Ko'rishingiz mumkin. Orqa to'ldi. Oldiga o'tdik. Bizda hali pulimiz tugamadi, to'ldi lekin akalar. 15 ming so'm Malibuga yetib ortib ketar ekan. Taxminan 2 ming buni ham kutamiz. Undan keyin ichiga aylantirib qo'yamiz. Ichida aylanayotgan videoni ham ko'rsataman. Bu nimaga desanglar, boya aytib o'tganimdek, ichidagi filtrga ham o'tkazish uchun. Ertalab ishga ketishdan oldin, o'qishga ketishdan oldin bitta mashinani zavodga, bitta konditsioner yoki pechka yoqqan paytinglar shirin hid o'zlaringga o'tib turadi. Aka yoqdi konditsionerini, ichida aylanyapti. Taxminan bu jarayonimiz bizda 5 minut, 4 minut vaqt oladi. Bemalol o'zingiz kelib qilib ketishingiz mumkin. Taxminan 15 mingga siz So'qoy tuman qilib, bolalarni qoldirirish imkoniyatiga egasiz. Bu bizda Malibu mashinamiz edi. Siz qanaqa mashinada minasiz? Sizga qanaqa mashina qilib ko'rsataylik, kommentariyada yozib o'ting.